Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Tajavuzchi Xitoyning zulmidan Taylandga qochib chiqib panohlik tilagan Bilal Muhammad va Yusuf Mirali 2015-yili 17 avgustdagi Erevan ibodatxonasi portlatish voqeasiga chetishliq deb ayblanib, hozirgacha qamoqqa solingan bo'lib, 11 iyun kuni axborotda tarqalgan xabarlarga qaraganda Tayland sudi ularni o'lim jazosiga hukm qilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati qiynash va Xitoyning besimi ostida turg'izilgan Bangkok delosida 2 Uyg'urga o'lim jazosi berilganligini aytlaydi. Sharq Turkiston surgunda hukumati 11 iyun kuni Bangkok Janubiy Jinoiy ishlar sud mahkamasi tomonidan 2015-yili 17 avgustdagi Erevan ibodatxonasi portlatish voqeasiga chetishliq deb ayblangan qiynash va adil bo'lmagan sud jarayoni orqali jinoyatchi deb bekitilgan 2 Uyg'ur Bilal Muhammad va Yusuf Miraliga berilgan o'lim jazosini ayblab mundaq dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Tayland hukumatini o'lim jazosini ijro qilishni to'xtatishga va sud hukmini amaldan qoldirishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining qarashicha sud hukmi qiynash ostida elingan iqrorlarga tayangan bo'lib, bu deloni Xitoyning Uyg'ur xalqiga qartilgan chegara qilgan bostirish harakatidan ayirib qarashga bo'lmaydi. Sharq Turkiston surgunda hukumati oldi bilan ko'pinchisi sayohatchilar va ibodatchilarni o'z ichiga olgan 20 nafar kishining joniga zomin bo'lgan va 120 dan ortiq odamni yaralantirgan portlatish voqeasini ayblaydi. Bu vahshiylikni ayblash bilan ayblangan 2 kishi uchun adil sud jarayonini talab qilish bir-biriga zid emas. Har ikkisi adolatning talabidir. Ayblovchining asoslari bu erlarning tayoq yegandan keyingi iqrorlariga va shu tekshirishda o'tirib qo'yilgan dalillarni asos qilgan. Har ikkalan fuqaroviy sud mahkamasiga kelgandan keyin so'zidan yenib, Tayland doiralari va Xitoyga o'xshaydigan kishilar tomonidan qiynashga uchraganligi haqida guvohlik bergan. Portlatish voqeasidan bir oy ilgari Tayland Beyjingning besimi ostida 100 nafar Uyg'ur panohlanuvchini Xitoyga majburiy qaytarib bergan. Shundan keyin Xitoy qonunsiz holda qaytarib ketilgan Uyg'urlarni terrorchi qilib ko'rsatgan. Bu qitimliq sud hukmi Xitoyning ana shu Uyg'urlarni terrorchi qilib ko'rsatish tashviqot bayoniga xizmat qiladi. Beyjing bu yolg'on bahona orqali irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni oqlab kelmoqda. Bilal Muhammad guvohlik berib, o'zining tayoq yeganligini va kuzatish kamerasidagi portlatish sodir qilguvchiga o'xshatish uchun sunniy choch, ko'zoynak va seriq ko'ylak kiyishga majburlanib suratga tortilganligini aytgan. U yana portlatish voqeasidan bir qancha kun keyin Taylandga odam atkazchilikning qurboni sifatida kirganligini, soqchining materiallarni atkazchilar elib kelgan uydan topganligini, materiallarning qasddan shu uyga qo'yilganligini yoki shu atkazchilarga tava ekanligini aytgan. Uning advokatlari uning badan qurilmasining rasmdagi odamga mos kelmaydiganligini qayd qilgan. Sud jarayoni sijil 11 yilga yaqin davomlashgan. Sudchilar ularni qiynadi deyishning hech qanday dalili yo'q deb hukm qilgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati bu xil yakunni rad qiladi. Xalqaro qonunshunoslar komissiyasi sud musobaqasining shuncha ko'p nuqsonlar bilan to'lganligini, bu 2 kishining hargizmo jinoyatchi deb bekitilmasligi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. 2023-yili Xalqaro kishilik huquq federatsiyasi bu qo'lga ilishlarning qonuniy asosining yo'qligi sababidan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos sungan. Hech qanday guruh mas'uliyatni ustiga olmagan. Uchinchi bir javobgar 2024-yili dalil isbot yetarli bo'lmasligi sababidan aqlangan. Sud hukmi e'lon qilingandan keyin Mirali o'zining gunohsiz ekanligini, Tayland uchun qayg'urganligini to'g'lab, Tayland xalqidan o'ziga yordam qilishni so'ragan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor xalqimizning ko'rishi qonunli bo'lib, terrorlik bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu 2 kishi majburiy kiyim kiydirilib, dumbalanish orqali jinoyatini e'tirof qilishga majburlangan. Keyin har ikkalisi e'tiroflarini qaytarib olgan. Hatto hurmatga sazovor qonunshunoslar bu tekshirishdan hech qanday hukm chiqarishga yetarli emasligiga ishonadi. Davlati bo'lmagan, ovozi bo'g'ilgan bu Uyg'urlarga jinoyat ortildi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari oliy komissarining Osiyo rayonlik ishxonasi, demokratik hukumatlar va xalqaro tashkilotlarni Tayland hukumatiga o'lim jazosi ijro qilishni to'xtatish, hukmlarni bekor qilish uchun besim ishlatishga chaqirdi. Hukumat yana xalqaro jamiyatni Beyjingning Uyg'urlarga qaratgan davlat talqigan bostirishiga qarshi harakat qilinishga chaqirdi.
28 may kuni Azərbaycanның müstəqillikqa erişkənligining xatırı kuni. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Azərbaycanның müstəqillik gününü təbriklәp mundaq dedi. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti buluş sübutimiz bilan Şərqi Türkistan xalqiga vakalatan qarindosh Azərbaycan xalqına 28 may müstəqillik gününü qizg'in təbriklaymiz. Müstəqilliğiniz мәңгі bo'lsin. Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar Sharq Turkistonda Xitoy mustamlikachiligining ishg'oliyati va irqiy qirg'inchiligiga duch kelayotganda biz yana bir qatam turk dunyosining milliy mustaqillik, kimlik va izzat hurmatni qo'g'dashda o'rtaq mas'uliyatni ustiga olish kerakligini ta'kidlaymiz. Bu tarixiy kunda biz Azərbaycan va barliq turkiy davlatlarni Sharq Turkistonning milliy mustaqilligining qayta qo'lga keltirilishi uchun adil pozitsiya tutishga chaqiriq qilamiz. Xitoy jasuslarining torda ishqa urilishi usullarini ishlatib, maxfiy uchurlarga erisha oladigan kishilarni ishqa olganligi oshkorlangan. Reuters agentligining 3-iyun kunidagi xabarida aytilishicha, Amerika va Angliyani o'z ichiga olgan 4 ko'z hamkorligining bexatarlik organlari chorshanba kuni Xitoy jasuslarining torda ishqa urilishi usullarini ishlatib, maxfiy uchurlarga erisha oladigan kishilarni ishqa elayotganligi to'g'risida ogohlantirish chiqargan. Maxfiyatligimizni qo'g'dayli nomli xabarda Xitoyning harbiy istixborot organlari keng doiralik kasbiy tor bekatlari yoki torda ishqa elish mulozimatlarini ishlatib, hukumat, harbiy yoki maxfiy uchurlarga erisha oladigan har qanday odamni nishon qilayotganligi aytilgan. Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiyaning ichki bexatarlik organlari, Xitoy harbiy istixborot organlari oxirgi hisobda Xitoyga 5 ko'zga a'zo davlatlarga qaraganda strategik va taktikalik ustunlik bera oladigan alohida harbiy, siyosiy va iqtisodiy istixborotga erishishni maqsad qiladi degan. Ilgari ayrim davlatlardan o'xshash ogohlantirishlar kelgan bo'lsa-mu, o'rtaq uqtirishda misli ko'rilmagan deb tasvirlangan. Beijing bu xil josuslik da'volarini qayta-qayta rad qilib, ularni uydurma va yomon niyatlik tuhmat deb atagan. 5 ko'z organlari axborotda Xitoy jasuslarining mudofaa, tashqi ishlar va istixborot sohasida ixtisoslashganlarni va Hindi Tinch okean rayonida turishliq harbiy xodimlarni nishon qilayotganligini aytgan. Shundaqla jurnalistlar, aqllar ambiri xizmatchilari yoki hukumat sonliq ma'lumotlarga erishish imtiyoziga ega kishilarmi xatar ostida ekan. Unida aytilishicha, jasuslar muvaffaqiyat qozongan kandidatlarga torda aktiv ishga elish strategiyasini ishlatgan. Ondan Xitoy hukumati bilan munosabatlik aniqsiz xaridorlar uchun maxfiy uchurlarni ta'minlashga besim ishlatgan. Uqtirishda aytilishicha, ishga ilinganlarga har bir doklad uchun bir necha $100 bir qancha ming dollargacha haq berilgan. Sezgurlikka ega uchurlar uchun texnik ko'p haq berilgan. Amerika ilgari Xitoy istixborot organlarining hozirgi va sobiq Amerika hukumati xizmatchilarini nishon qilish uchun aldamchilik vositalarini ishlatganligi to'g'risida ogohlantirgan. Angliyaning MI5 bexatarlik mulozimati o'tgan yil noyabrda parlament a'zolarini Xitoy agentlarining parlamentga josuslik qilishga urinayotganligi to'g'risida ogohlantirgan. Mustamlikachining zihniyati. Burxon Muhammad. Har qanday bir quldor uchun aytganda eng qo'rqinchli ish qullar qo'zg'aligi. Shunga har bir qul yoshirin to'polonchi. Ammo manqurt bo'lsa mutlaq mustasno. Uningda to'polon ko'tarish, isyon ko'tarish degan uqum zodila mavjud bo'lmaydi. Ulardan faqat bo'lish, uni maxsus kuzatishma hojatsiz, deb yozadi o'yg'oq adib Chingiz Aytmatov. Amaliyotda Aytmatov har bir zamondoshi o'qib tushunadigan tilda anglashga tirishgan mazkur bayonida mustamlikachi bilan o'zining qo'liga tushgan xalq o'rtasidagi munosabatni tushuntirishga tirishadi. Bu yerda quldordan maqsad mustamlikachi, quldan maqsad mustamlikaga uchirg'uchi xalq ko'zda tutilgan bo'lib, mustamlikachi uchun mustamlikasi ostidagi har bir shaxs manqurtlashtirish obyekti. Düşman tutilish uchun uning isyon ko'tarishi yoki ko'tarmasligi orasida, osiy qul yoki itoatkor qul bo'lishi orasida, mo'min fuqaro bo'lish yoki bo'lgunchi unsur bo'lishi orasida mustamlikachi uchun farq yo'q. Uning mustamlikasi ostida bo'lishining o'zila dushman tutilishga, tahdid deb bilinishga yetarli. Tahdidni bir taraf qilishning yo'li bo'lsa, mutlaq itoatkorlikdan xotirjam bo'lish. Buning yo'li bo'lsa, faqat va faqat dushmanni manqurtlashtirish, uningdagi insonlik xususiyatlarini vujudidan sug'urib tashlashdir. Bir mahbusni ko'z oldimizga keltiraylik. U tutqun qilg'uvchisi tarafidan xo'rlangan, oziqlashga tegishli har turli oziq-tulikdan mahrum qilingan, och yalang'och qo'yilib, jon saqlashdan boshqa fursat qolmagan.
Mahbus yashash uchun yeyishi kerak, kiyinishi kerak. Shundaq chaqda eliqi tutqun qilg'uchi kelib, uning oldiga cho'shqa terisidan yasalgan ishta haykali fasonidagi kiyimni kiyishga zo'rlaydi va bir qacha it go'shi sho'rpisini oldiga qo'yadi. U deydiki, sening hayot qilishing mening ilkimda, tirik qolay desang, bundan keyin bu turma ichida ishta haykali fasonidagi kiyimni kiyishing. Men bilan udul kelganda tiz cho'kishing. Faqatla it go'shi sho'rpisi bilanla jon saqlashing kerak. Sening men sungan usuldan boshqa usulni tanlash haqqing yo'q. Men sungan yashash yo'lidan boshqa hayot qilish yo'li izlashingga, hatto men tanlab bergan usuldan boshqa usulda o'lishingga ruxsat yo'q. Yuqorqi tasvirda mahbus asoratdagi insonga berilgan kiyim uning kimligiga, it go'shi sho'rpisi uning inson peti qilishini to'sish uchun majburiy talqin qildirilgan moddiy va ma'naviy ozuqlarga tamsildir. Mana bu asorat ostidagi rejimning uning iskanjasi ostida yashayotgan insonning qadr qismati. Mana bu dal insonligidan chiqarishga qisqilayotgan, majburlanayotgan va insonlik sharifidan g'alati maxluqlik darajasiga tushib berishga majburlanayotgan va boshqa hech bir chiqish yo'li berilmagan asoratdagi insonning mustamlikachisi oldidagi hol vaziyati. Aytmatovning qul bilan manqurt orasidagi farqlar ichida manqurtni uningda men degan ang yo'q. U o'zining odam ekanligini bilmaydi. U bir tili tutuq maxluq hayvon deb sifatlashimi mustamlika ostida o'zini fuqaro sanayotgan, atalmish fuqarolik haqqi va huquqi borligi bilan o'zini bezlayotgan har bir shaxsning amaliyotda mustamlikachi nazaridan yoshirin tahdid chekka urilgan qul hisoblanganligi. Toki u insonlik xususiyatlari o'lgan binormal maxluqqa o'zining aslida inson ekanligini anqirmaydigan, insonlikning ta'sirida bo'lsa-mu mustamlikachisiga tiz bukmaslik, qarshilik ro'yini yo'qotib qo'ymaslik kerakligini anqirmaydigan darajadagi odamsimon hayvonga aylanmoqcha tahdid bo'lishni davom qildiganligidek bir uchurni berishdan boshqa narsa emas edi. Har vaqa mustamlikachi uchun ishg'oliyati ostidagi insonning insonligi, kishiligi muhim emas. U har vaqt besilgan tuproqning kelgusi xo'jayini bo'lish mumkinchiligi bo'lgan, kuni kelib isyon ko'tarish potensialiga ega mangulik tahdid. Bu tahdidning yo'q qilinishi uchun mutlaq itoat qilish kerak. Mutlaq itoat amaliyleşmeganda uni fuqarosi nomida mahbus qilib tutib turishi, tizginlashi lozimki, buning uchun uning insonligi zaxmlanishi, qo'rishi lozim. Uning tizginida tutilishi uchun boshqa jo'g'rafiyaning insonlari bilan o'xshashligi bilinadigan insoniylikdan iborat o'rtaq nuqtalari buzib tashlanishi kerak. U asoratli ekanligini unutib, mutlaq bo'ysunsa, mutlaq itoat ko'rsatib kun kechirsa bo'ladi. Lekin ashu tuproqning o'rpi va kimligini yepinchi qilgan inson bo'lib yashasa bo'lmaydi. Shunga uning yepinchisining nimadan to'qilishi, qaysi kimlikka mansub bo'lishi va qanday bichimda yashashi faqat mustamlikachi tarafidan belgilanishi lozim. U mustamlikachi sungan moddiy yashash shaklidan ma'naviy tus berilgan sunniylashgan ruhiy ozuqlardan yuz o'rsa bo'lmaydi. Uningga farqliq ma'rifat, farqliq ideya va farqliq kultur bilan ozuqlanmoqchi bo'lsa, kimligini, insonligini asliga keltirishga urinsa, odamiylik vasflarini qaytadan o'zida tiklmoqchi bo'lsa va buningga kerakli ma'naviy ozuqlanish manbalari bilan uchrashsa, zaratlansa bo'lmaydi. Shunga tahdid bir taraf bo'lganga qadar doim kontrol ostida bo'lishi shart. Tahdid bir taraf qilinganda, ya'ni manqurtlashtirish, yana bir ma'nodan elib aytganda, assimilyatsiya qilish amalga oshganda, u chog'da insonlikdan iborat haliqi o'rtaq nuqtaning pilikiga qaytadan o't tutishidan ansiralmasmi bo'ladi. Mana bu davrimiz mustamlikachiliginin zihniyati. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.